Assalomu alaykum, Mingdon Shabbodasi mehmonlari. Xullas, mana Jahongirning qassobxonasi mashitni olamiz, Mingdonlik. Mana somsamizni go'sht kech qolib ketdi, telefonni olib shatta turg'ab oldik. Endi katta sirda ochamiz, bo'yin go'sht ishlatamiz. O'shanga bo'yin go'shtcha qattiq bo'lib qoladi, qattiqroq go'sht. 1-2 kuncha qattiq qo'yganiga mehmonlar o'zga noroziga o'xshashdi, shunga ko'rsatib qo'yadiganim. Kakras telefonda olmaganiga Jahongir o'zimizga qassobxonada turg'ab ketyapmiz go'shtni mana. Shunga endi bo'g'ilmaslar 1-2 kun sal qattiqroq bo'ldi. Bo'yin go'shti o'zi qattiq bo'ladi-da, lekin shirin bo'ladi. Eng shirin joyi ham lekin. To'g'risi shunaqa bo'g'ilmaslar. Endi meni ko'rinishimizga qarab turib, ko'pchilik qanaqa go'sht deb so'rayapti, Ukrainaniki basmi deb. Endi qishda sovqatyapmiz, o'shancha har xil so'zlarga yuribmiz. Lekin bilganlar bilan power eski powermiz. Qo'ldan kelgancha halol pok go'shtlarda ish qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Kelaverasizlar Shabbodagi.